خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ئىي پارتىيىنىڭ رەئىسى مارال ئەكشەنەر ۋە ئەنقەرە شەھەر باشلىقى مەنسۇر ياۋاشنى نىشان قىلغان سۆزى ئۈچۈن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىغا چاقىرتىلدى. Akşener xanım və Yavaş əpəndi 1990 yılı 5 aprildagi barın qırğınçılığını tənqid qilib, vaqada hayotidan ayrilganlarni xotirlagan edi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi Twitter hisobida Maral Akşener xanım və Mansur əpəndining Twitter hisobini taglab mundaq dedi. Xitoy taraf har qanday odam yoki kuchning Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligiga bo'lgan har qanday xirisiga qat'iy qarshi turdi va uni qattiq ayblaydi. Xitoy taraf yo'lliq javob berish huquqini saqlab qoldi. İyi partiya Anqarada turishliq bosh elchixonasining Twitter hisobidan Maral Akşener xonimni nishon qilgan Twitterga javob qaytardi va quruq gapni qo'yib oldi bilan Uyg'urlarga qilgan qirg'inchilikni to'xtat dedi. Amerika Tashqi İşlar Ministrliğining bayonotchisi Nin Price, Amerikaning ittifoqdoshlari bilan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasiga qanday qatnashish to'g'risida suhbatlashadiganligini va oxirgi qarorning bu yig'inlarga asosan chiqarilganligini aytdi. İjtimoiy taratqularda Washingtonni Beijingning kishilik huquq tasandichiligi sababidan Xitoydagi musobaqani boykot qilish chaqirig'i kuchaymoqda. Bayonotchi Washingtonning Beijingning kishilik huquq masalasiga bo'libmi Uyg'urlarga tutgan muomalasiga bo'lgan andishini qayta ta'kidladi. Bir muxbir Amerikaning ittifoqdoshlari bilan 2022 yillik qishloq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilish to'g'risida suhbat o'tkazmaganligini so'raganda, bayonotchi javob berib mundaq dedi: Bu albatta biz muzokara qilmoqchi bo'lgan ish. Bu faqat bizning manfaatimizga foydali bo'lib qolmasdan, bizning ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimizning manfaatiga foydali. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Xitay elçixonasining ijtimoiy aloqa hisobida Türk siyosiyonlarga hujum qilganligiga norozilik bildirildi. İyi Partiya gruppasining muavin raisi Lutfu Turkan ve Adalet ve Taraqqiyot Partiya gruppasining muavin raisi Mustafa Elitash Xitay bosh elchixonasiga norozilik bildirib mundaq dedi: Bu diplomatik qoidalardan halqib, diplomatik hurmatni butunlay nazardan soqit qiladigan harakat qabul qilg'ili bo'lmaydi. Cumhuriyet Xalq Partiyasi gruppasining muavin raisi Engin Altay Xitoy bosh elchisining haddini bilishi kerakligini ta'kidlab, agar Turkiya hukumati İyi Partiya raisi Maral Akşener xonimga va Anqara shahar boshlig'i Mansur Yavashga saboq bermoqchi bo'lgan Xitoy bosh elchisini qo'lqidan tutib, chegirdan qo'g'lab chiqarmasa la'nat bo'lsin dedi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi irqiy qirg'inchiligi dunyo miqyosida ayblashga uchrayotganda, Yevropadagi Litva Jumhuriyatimi o'zlarining bu vaqtdagi reallikka qarab chiqish uchun bir qatimliq guvohlik berish yig'ini ochmoqchi bo'layotganligini bildirdi. Baldı xabarlari to'rining 6 aprildagi xabarda aytilishicha, G'arb dunyosidagi Xitoy hukumatini ayblash to'lqiniga ovoz qo'shish hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasiga amal qilish yuzasidan Litva parlamenti bu yig'inni o'rinlashtirgan. Litva parlamentining a'zosi Doveli Shakalina muxbirlarning savoliga javob berganda yuqorqi so'zlarni qilgan hamda Xitoy hukumatining bir butun millatni yo'q qilib etishga urinishdek bunda qilmishi bizni qattiq cho'chitdi degan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati yaqinda Shakalina xonimni embargo qo'yilgan chet elliklar tizimligiga qo'shgan hamda uningga to'limi keskin iboralik maktub avatgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatimqi guvohlik berish yig'ini 22 aprelda ochilgan bo'lib, buningda xalqaro mutaxassislar va lager shohidlari guvohlik berdi ekan. Germaniyada nashrdan chiqadigan Dunyo gazeti 4 aprel Yevropa ittifoqi adolatsiz raqobatga qarshi jang e'lon qildi nomli bir maqola e'lon qildi. Maqolada ilgari surilishicha, Yevropa ittifoqi chorshanba kuni chaqirilgan jiyatda, ya'ni Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya va Kanadadan iborat taraqqiy qilgan 7 davlatning yuqori darajaliklar yig'inidan keyin bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi adolatsiz raqobatga xotima beradigan yangi bir qonun loyihasini ma'qullaydiganligini jakarildi. Mazkur qonun loyihasini Yevropa ittifoqi iqtisodiy raqobat komitetining raisi Margarete Vestager bilan Yevropa ittifoqi sanoat ishlari komitetining komissari Terry Breton oldingi yili 6 oyda hozirlagan. Bu qonun loyihasi asosiy jihatdan bitgan bo'lib, bu yilning 2 faslida parlamentning qaroriga sunildi ekan.
Qonun loyihasida Xitoyning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorligida hozirga qadar hal qilinmagan Xitoy izchil sodir qilib kelayotgan adolatsiz raqobatga va uning iqtisodiy tajovuziga taqobil turish ilgari surilgan.